Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun 20-fevral. Mana ko'chatlarni ko'chirish jarayonidamiz. Ko'chatlarni ko'chiryapmiz mana. Bu Ozarbayjon bodom. Ozarbayjon bodom mana harakatga kelib qopti o'zi. Harakatni boshlabdi. Havo ham issiq ketdi-da. Mana maxsus lopotkamiz bor. Mana shu temir lopotkada kavlaymiz. Uchi. Kimgadir ko'chatlar kerak bo'lsa, ishonchlik bor. Shaftolini 5 xili bor. Mana Ozarbayjon bodom, qaymoq bodomimiz tugab qoldi. Qaymoq bodom ham bo'ladi har yili. Ertaroq haliga murojaat qilganlar. Mana olib ketishdi. Shaftolini qizil oylari ertagisi bor, kechki pishari bor. Oq oylari ertagisi, kechkisi bor. Mana ko'chatlarimiz juda chiroyli bo'lgan mana. Kichirog'i ham bor, kattasi ham bor. Katta kichigiga qarab. Oq oylari ham ertagisi bor, kechkisi bor. Ko'chatlarni mana kavlab, yotqizib qo'ydik, hozir boylab to'shaymiz. Oq oylar, anjir shoftali, kimga qanaqa ko'chatlar kerak bo'lsa, bexi bor, olma bor. Har xil ko'chatlardan bor. Mana o'zimiz yetishtiramiz, bemalol murojaat qilarsizlar. Manzilimiz Namangan viloyati O'ychi tumanida. Mana oq oylar mana. Ko'chat chiroyli bo'lgan qara. Oq oylar shaftoli. Bu ertagisi. Ertaga oq oylar. Kechkisi bor. Avgustda pishadi, bu iyun oyida pishadi. Ildizini qara, chiroyli bo'lgan. Ildizlar chiroyli, mana ko'chatlar yo'g'onligi. Mana gulini qara, mevasini. Hammasida mevasi bor. Shu yil ekasiz, kelasi yilga hosilini ko'rasiz. Bitta ikkita baribir ushlaydi. Albatta. Bemalol murojaat qilarsizlar. Manzil o'sha. Namangan viloyati O'ychi tumanida. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.